Sariyev Qahramon Rahmatullayevich 1980-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida tavallud topgan. Mehnat shuhrati ordeni sohibi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi raisi. Qahramon Sariyev iqtisodiyot va boshqaruv bo'yicha mutaxassislikka ega. U 2002-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutining bakalavriatini, 2004-yilda esa aynan shu dargohning magistraturasini tamomlagan. Keyinchalik 2012-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini bitirgan. Uning kasbiy faoliyati davlat statistika idoralarida boshlanib, uzoq vaqt davomida shu sohada rivojlangan. Keyinchalik u Qoraqalpog'iston hukumati va O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi yuqori rahbarlik lavozimlariga o'tgan. 2010-2014-yillarda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasida bir qator mas'ul lavozimlarda ishlagan. Bo'lim boshlig'i vazifasini bajaruvchidan tortib, tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi boshqarmasi va jamoaviy axborot faoliyati bo'limi boshlig'igacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan. 2014-2016-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligini boshqarib, mintaqani sanoat va iqtisodiy rivojlantirish masalalariga mutasaddi bo'lgan. 2016-2022-yillarda Jo'qorg'i Kenges qarori bilan Bahodir Yangiboyevning o'rniga Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi etib tayinlangan. 6 yildan ortiq vaqt davomida muxtoriyat hukumatiga rahbarlik qilgan. 2022-2024-yillarda esa Toshkentga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat xizmati, aholi bilan muloqot va mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimiga o'tkazilgan. 2023-yil oxiridan boshlab prezidentning kadrlar siyosati bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2024-yildan esa hozirgi vaqtga qadar millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasiga rahbar etib tayinlangan. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'lishni unutmang.